Assalomu alaykum. Hozir sizlarga bitta video ko'rsataman. Bu qizlarga va ayollarga va ota-onalarga tegishli. Ko'rib xulosa qilinglar. Videolarni ko'rdinglar. Mana nimaga oilalarni buzish, nimaga erkak ayol o'rtasini buzish kerak? Mana shu industriyani, mana shu buzuqchilikni olib kirish kerak. Ertaga mana shunaqa bozor bo'ladi. Qizlar buzilaversin, kelajagi mana shu narsaga borib taqaladi. Kimdir maqsadli ravishda buzadi. Odam, jamiyatni, oilani. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar, ko'zini ochsan. Oshxona, ko'p-sup deb yurganlar. Erkak, ayol kerak bir-biriga. Ikkalasi ham sog'lom oila qurish kerak.